Salom do'stlar. Bu InTravel, oilaviy sayohat kanali. Sizlar bilan yana uchrashganimizdan juda xursandmiz. Oldingi safarimizda biz sizlarni Konyaning qadimiy Silli qishlog'iga olib borgan edik. Agar hali ko'rmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizdagi o'sha videoni tomosha qilib, 5000 yillik tarixga bir nazar tashlang. Bugun esa va'da qilganimizdek sizlarni Kapadokiyaga olib boramiz. Bu safarda biz o'z ko'zimiz bilan ko'rgan, bilgan va his qilgan qiziqarli ma'lumotlar, sarguzashtlar hamda oilaviy lahzalarimizni siz bilan baham ko'rmoqchimiz. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz unda boshladik. Biz bugun Turkiyaning eng afsonaviy joylaridan biri Kapadokiyaga borishga qaror qildik. Va sharlar tong sahar uchishini hisobga olgan holda kechasi 2 da oilaviy yo'lga otlandik. Konyadan Kapadokiyagacha masofa taxminan 230 kilometr, ya'ni 3 soatlik yo'l. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, xormanglar, yaxshimisizlar? Kapadokiyaga yetib keldik, mana tong sahardan turistlar mana kelyapti. Mana sharlar ishirilyapti mana. Davom etamiz. Albatta sizlar ham bu yerga kelmoqchi bo'lsanglar, tong sahar 4 da, yozning kunlari tong sahar 4 da kelishinglar kerak. Mana atrofni qaranglar, chunki soat 4 da uchadi. U narigi tomonda kelin-kuyovlar ham kelib olgan, qaranglar. Kelin-kuyovlar kelib olgan yuqorida. Olovni issiqligi shu yergacha kelyapti. Imron, mendan uzoqlashma. Mana o'g'lim bilan kelganmiz. Uchyapti. O ana shunday uchiriladi, mana tomosha qilinglar. Har bir mana do'stlar, juda ham ko'p insonlar dunyo bo'ylab bu yerga tashrif buyuradi. Chunki bu manzaralar, nima desam, ertaknamo rosti. Rosti juda ham sovuq. Mana bunga o'xshagan mashinalar juda ham ko'p ekan. Chunki bu dekorativ avtomobillar hisoblanadi. Shu rasmlarga tushadi, boshqa qiladi. Insonlar hammasi tomosha qilish uchun kelgan. Mana yuqorida qaranglar, to'lib ketgan, hamma yoq turistlar. Hamma yerdan bor insonlar. Mana narigi tomonlarda ham mana uchyapti mana. Lekin insonlar bu yerga butun dunyodan tashrif buyuradi. Aynan mana shu shaharlarni tomosha qilish uchun mana. Bu yer Goreme deb nomlanadi. Goreme. Ana narigi tog'larning narigi tomoniga qarang. Tog'ning narigi tomonlarida ham bor ekan mana. Hammasi ko'tarilib ketdi yuqoriga. Manzara. Endi do'stlar, buni hammasini yuqoridan tomosha qilish uchun tog'ning narigi uchiga chiqamiz hozir. Bu odamlar, ko'rib turgan odamlar hammasi hozir bu yerdan ketadi. Shaharlarda yuqoridan tomosha qiladigan joy bor. O'sha yerga ketamiz hozir. Atrofda esa yuzlab havo sharlari havoga tayyorlanmoqda. Kimgadir bu shunchaki shar bo'lishi mumkin. Lekin biz uchun bu ertakning boshlanishi edi. Keling, sayohatimizni boshlashdan oldin Kapadokiya haqida ozgina tanishib olsak. Kapadokiya Turkiyaning markaziy qismida joylashgan mashhur tarixiy va tabiiy mintaqa bo'lib, u dunyo bo'ylab millionlab turistlarni o'ziga jalb etadi. Kapadokiya dunyoda o'zining toshdan hosil bo'lgan konus shaklidagi peri bajalari, tabiiy qoyatosh shakllari, issiq havo sharlarida uchish tajribasi, yer osti shaharlari, Goreme milliy bog'i va tarixiy monastirlar bilan mashhur. Shuning uchun turistlar asosan quyidagi sabablarga ko'ra kelishadi. Ekoturizm va tabiiy manzaralarni tomosha qilish, tarixiy joylar va qadimiy madaniyatni o'rganish, romantik sayohatlar, balon uchish ko'pincha juftliklar orasida mashhur. Foto va video turizm,
mahalliy taomlar va vino turlarini tatib ko'rish. Har yili 3-4 milliondan ortiq xorijiy turistlar Kappadokiyani ziyorat qiladi. Eng mashhur faoliyat balon uchish. Har kuni yuzlab sharlar uchiriladi. Eng ko'p sayyoh tashrif buyuradigan joylar Goreme, Urgup, Uchhisar, Avanos. Kappadokiyada birinchi havo sharlari 1980-yillarda uchirilgan va bugun bu joy dunyoda shar sayohatlari bo'yicha yetakchi manzil hisoblanadi. Bu uylar 2000 yildan ortiq vaqt avval toshga o'yilgan. Shu joylarda odamlar yashaganini tasavvur qiling. Bu manzildagi yana bir ko'zga tashlangan manzil bu Uchhisar qal'asi. Kappadokiyaning eng baland nuqtasi bo'lib 60 metrdan ortiq balandlikda joylashgan. Pastda sharlar havoga ko'tarilgandan so'ng tomosha qilishga kelgan minglab sayyohlar sharlarni yuqoridan tomosha qilish uchun Kappadokiya balandligiga borishadi. Kappadokiyaga xush kelibsiz. Hamma yaxshi sharlar. Haqiqatan bir chiroyli manzara bo'lar ekan. Mana bunga o'xshagan uylar bor ekan. Ko'rdingmi? Yerda g'or uylar. Buni tarixini hali bilmaymiz. Hurmatli do'stlar, agarda sizlar ham shunga o'xshab videoga olmoqchi bo'lsanglar, обязательно stabilizator olinglar. Men qo'lim qaltirab ololmayapman. Mana do'stlar, pastdan yuqoriga chiqar ekansiz. Yuqoriga chiqish uchun pulli ekan. 30 TL dan 60 TL ni to'ladik. Oy, oyog'im. Yuqoriga qarab ko'tarilyapmiz. Hozir biz mana bu pastdan tushdik. Pastlarda ol. Mana pastlardan tushdik. Sekin chiqib keldik. Mana bu tomonda qaranglar. Shahar. 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 Endi yanada yuqoriga chiqamiz, ketdik. Aziz kuzatuvchilarimiz, mana havo sharlarini soat 4 da birgalikda tepaga uchishini ham tomosha qildik. Oldidan bemalol tomosha qildik. Haqiqatan ham videoda qanday ko'rinyapti bilmadim. Juda ham katta, haqiqatan bir odam hayajonga soladigan chiroyli tasvirlarga ham rasmlarga tushib oldik. Esdalik sifatida mana asta-asta hozir havo sharlari pastga qo'nib boshlayapti mana. Hurmatli do'stlar, mana hozir sizlarga aytgan tog'ning uchidan barcha sharlarni, ya'ni pastdan turib uchirilgan sharlarni tomosha qiladigan nuqtadamiz. Biz hozir tong sahardan mana bu pastdan uchirilgandi. O'sha pastdan mana bu yo'l bo'ylab aylanib keldik bu yerga. Bu joy Goreme deb nomlanadi albatta. Xaritada biz ham topishga ozgina qiynaldik. Goreme deb saqlasanglar, mana bu pastdagi shaharcha aynan Goreme shahar. Ana tasdiqlayapti Bisolaxonam. Goreme shaharchasi hisoblanadi. Albatta hammalaringizni oilaviy sayohatga taklif qilamiz. Mana biz ham oilaviy keldik, sizlar ham oilaviy kelinglar albatta, xohlasanglar yakka holatda kelinglar. Juda ham ajoyib tavsiya qilamiz. Yetib keldik. Taassurotlar qanday? Zo'rmi? Havo sharlari buncha katta deb o'ylamadim. Haqiqatan ham havo sharlari juda ham chiroyli.